Sertifikat olish oson, uncha bo'lib ketgan deb o'ylayman. O'zi birinchi yil tayyorlanmadim ham. 8,5 minutda chiqqanman men imtihonda. Yoshlar bilan suv ketyapti o'shaning uchun. Aytmam bo'lmaydi. O'qishga unaqa ishtiyoq yo'q qanaqadir hozirgilarda. Test natijalari e'lon qilingach ko'rdikki, o'tish ballari ko'tarildi, biroq minimal 56,7 ballni ola olmagan abituriyentlar soni hamon ko'p. Savollar qiyinlashyaptimi yoki yoshlar bilimsizlashyaptimi? Bu haqida yoshlarga yuzlanamiz. O'qishga kirish yildan yilga qiyinlashyaptimi yoki osonlashyaptimi? Menimcha osonlashyapti-yu, oldingidan. Osonlashib ketyapti, chunki sertifikat olish oson, uncha bo'lib ketgan deb o'ylayman. Men o'qishga kirmaganman davlat o'qishiga, lekin nasib harakati bor. Demak, siz kira olmasangiz qiyin. Yo'q, hali kira olganim yo'q. O'zi birinchi yil tayyorlanmadim ham. 8,5 minutda chiqqanman men imtihonda. Menimcha qiyinlashyapti. Men o'zim eslayman, 3 yil oldin o'qishga kirayotgan paytimda, ya'ni 178-79 yaxshi ball edi, tim более tak grantga kirish uchun. Hozirga kelib, bu ancha qiyinlashyapti, ya'ni 189 bilan ham grantga kirish ba'zi bir yo'nalishlarga qiyinlashib bormoqda. Misol uchun filologiya. Qiyinlashdi menimcha shu yil. Chunki men bu milliy sertifikatlar chiqqani bilan ko'pchilik maksimum ball olishni boshladi. O'sha uchun yaqinda ko'rdim 188 ball bilan ham kontraktga kirganlar. Tabiiyki qiyinlashyapti. Qiyinlashyapti deb o'ylayman, chunki sertifikat olish oson bo'lsa ham, ko'pchilik olgandan keyin ballarni taqsimlanishi qiyin bo'lib ketyapti. Yildan yilga o'qishga kirish osonlashyapti. Menimcha qiyinlashyapti. Chunki o'sha sertifikat olishni ham hozir qiyinlashtirib qo'yishdi-da. Osonlashyapti, o'zimiz zamonni chastini bitirdik. Menimcha qiyinlashyapti yildan yilga. Menimcha osonlashyapti. Menimcha qiyinlashyapti. Birinchi sababi tizim hali qanaqadir mukammal emas. Chunki hozir ko'ramiz, test natijalari, ya'ni masalan sertifikatlarni ballini oshirib tashlagan, kimdirlar yetarli ball bilan ham institutga kira olmayapti. Har 3 ta abituriyentdan bittasi 56,7 ballni ham ola olmayapti. Bu savollar qiyinligidanmi yoki yoshlar bilimsizligidanmi? Menimcha o'zini o'qimaganligini ham aybi bor, DTM anaqa savollari ham ancha qiyinlashgan. Yoshlar bilan suv ketyapti o'shaning uchun. Menimcha bilimsizligidan ham plus savollar qiyinlashgandan. Menimcha yoshlar bilimsizligidan deb o'ylayman. Menimcha savollar osonlashyapti. Shu ikkinchisi bo'lsa kerak. Aytmam bo'lmaydi. Men o'ylashim bo'yicha yoshlar bilimsizligidan. Hozir masalan, men o'zim 2-kurs bo'lganman. Bizdan keyingi kurs o'quvchilar o'qishga unaqa ishtiyoq yo'q qanaqadir hozirgilarda. Savollar qiyinligidan deb o'ylayman. Yoshlarni bilimsizligidan, chunki distraction ko'p bizada. Dunyoqarashini torayib borishiga ham sabab bu telefondan ko'p foydalanishi deb o'ylayman-da. Yoshlar bilimsizligidan. Ikkalasi ham. Chunki ham savollarga javob ham topa olishmayapti, bu yoshlarning ham aybi. Savollarni ham qiyin qilib borishyapti. Xuddi dodamiz aytgandek, ko'p uzun savollar o'qib berganlar-ku. Ikkalasi ham deb o'ylayman shuning uchun. Jarangli undoshning jarangsiz jufti bilan shakldosh so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma o'zak antonimiga sinonim so'z to'ldiruvchi vazifasida kelgan gap ishtirok etgan qatorni toping.